Assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan birga hozir 17 sotuli dam olish maskanini ko'rib chiqamiz. Yoz ham kelyapti. Shahar shovqinidan charchagan bo'lsangiz, chorva hayvonlarga qiziqadigan bo'lsangiz, aynan aka siz bob joy topib qo'ydim-ku. Kiraverish, mana xonalar yangi remont qilingan. Umumiy 8 ta xona, 2 ta sanuzelga. Bu yoq tarafda bitta yangi xonamiz, bu yoq tarafda ikkinchi yangi xonamiz va bu yoq tarafdan bo'lsa 4 ta yana yangi xonalarimiz keladi. Yevro remont qilib, o'zlari uchun qilib qo'ygan ekanlar. Endi mana hisoblarga ko'ra sotyaptilar. Mana kelganingizda kattagina ho'l, qarang mana. 3 ta mollari bor ekan. Buni ham bonusga qo'shib beraveraman deyaptilar. Bu yoq tarafga otxona, molxona, u yoq tarafga yozgi oshxonalargacha qilib qo'ygan ekanlar. Kelganingizda bu yoqda mana yuvinish xonasi, bu yoqda oshxona, choy ichib o'tiradigan joy. Aka, ana issiq paytlarda kelib shu yerda dam olib, toza havoda nafas olib, maza qilib ketasiz. Dachaga ham chiqib, uzoqqa borib yurmaysiz. O'zimizga yaqin shundoq qilib, yuqori Chirchiq, O'rta Saroyda bo'tdi. Bektemir postdan bor yo'g'i 18 kilometr ichkari kirganingizda 17 sutu, fasad 39 ichkariga 50 bo'tdi. Gaz, svet, suv, Wi-Fi'largacha olib kirib qo'ygan ekanlar. Okey, ishlarni ishonchli odamlarga topshirib qo'yib, mana issiq paytda ashga kelib, maza qilib dam olib, toza havoda nafas olib ketasiz. Umumiy narxini 139 ming dollar deyaptilar. Yana tepasida kelishtirib beradigan joylari bor ekan. Okey, bosib oladigan joy qiziqqanlar uchun opsiya degan raqamni qoldiraman. Lokatsiyasini Telegram kanaliga o'tib ko'rsanglar bo'ladi.